Oha! 8-mart. Bilaman, 8-mart xalqaro sovg'a bu. Gulga gul, tikonga gul, mana pechakka gul. Hey, senga sovg'ani zo'ri borman. Ana shu sovg'ani men onamlarga beraman. Chunki sovg'aga faqat ona loyiq. Ona barmog'ingizga uzukcha mana. Ilon chayonga ilon. O'lja ichkariga kirib ketdi. Qabulmi? 8-martga senga sipochka. Ana shu singlimga-da shu sovg'a, singlimga. Mangami? Senga. Chayon ilonga chayon o'lja sovg'asilantirildi. Qabulmi? To'xta. Senga sovg'am bu. Sovg'am, xotinimga sovg'am bu. Xotinimga sovg'am bu men. Hech kim yo'q. Nanaski. Naski? Bu ichiga qara telefon bu bunun ichiga. Sovg'ami? Oppa. Hozir tushaman. Ana shu sovg'ani men opamlarga beraman-da 8-martga. Honor X saksiku. Mana o'zingdagi telefon kechasi ham tiniq suratga oladi. Mana uka, qara, keraksiz narsalarni o'chirib tashlasa ham bo'ladi. Rahmat uka, rahmat. Mayli. Rahmat, keling. Xafa hozir ozgina. 8-martga sovg'a berib turish kerak-da ayol kishiga. Ayol kishiga e'tibor kerak aka. Qo'ynini olib turish kerak-da. Qo'yinglar ey! Hech kim joydan qimirlamasin, hammani qo'lga olinglar. To'xta. Bo'ldi. Qimirlama. O'zi zo'rroq qimirlagan edim. Onalarni himoya qilish jamiyatga yetib keldi. Uyalmaysanmi sen shunaqa narsalar qilgani? Men bu yo'lga adashib kirib qoldim-da. Tekshiring. Toza. Siznikimi? Bizani oshxonamizdagi kartoshka. Oyijon, kechiring. Qizim nimaga yerga tekkandan keyin haddi bizani uyga kelib narsa olib ketaverasizlar. Majbur bo'ldim telefon qilishga. Bu meniki uyimdan olib kelganman. Bo'ynimga qo'yaman deb o'ylamang. Baribir tan olmayman. Ko'ramiz. Ekspertiza xulosalariga ko'ra piyoladagi barmoq izi onaga tegishli. Piyola onaniki. Dadasi chiqing qizlaringizni urishib qo'ying. Nima degan gap bu? Aman chiqolmayman, o'tgan safar kiyimlar olib ketdi bular. Sizga kichikindiki o'zga beraman deb. Voy, mani sho'rim qursin. Nima degan gap bu? Ro'mol choptadi. Mana bumi xola? Onaizor, men bu ishni bilmay qildim, onajon. Maktabchikam? Ikkinchi poyqani buni. Mana xola hamma qo'shiq yelkalarga chip o'rnatdik, endi qayerdalar ko'rinib turadi bemalol. Rahmat o'g'lim, yaxshiyam sizlar bor ekansizlar. Hop, chiqing jinoyatchilarni, biz bor ekanmiz, hech qaysi erga tekkan qiz o'z uyida narsa olib keta olmaydi. O'tlining til qattiq qopti ekan. Qaytib bunaqa narsalarni yutmang. Oshqozonga zarar bu. Kerakli buyum edi-da.